Vatandan kelgan uchurlar. 18 yoshdan yuqori Uyg'ur qiz ayollari tug'i cheklashning nishoni. 29 noyabr Uyg'ur axborot markazi kelgan uchurda bildirilishicha, 18 yoshdan yuqori Uyg'ur qiz ayollari Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan tug'i cheklash siyosatining nishoni bo'lgan. Uyg'ur qiz ayollarga majburiy dori ichirish va tug'i cheklash operatsiyasi elib borgan. Növətdə Xitay hökuməti tug'i cheklash siyosatini amaldan qoldirganligi haqida uchur tarqatgan. 29 noyabr Uyg'ur axborot markaziga vatandan kelgan xabar manbasining ma'lum bo'lishicha, Urumchida burunqidek keng ko'lamda odam tutish bo'lmayotgan bo'lsa-mu, lekin ba'zi kishilarning yo'qolib ketayotganligi haqidagi xabarlar jamiyatda yanada tarqalib yurmoqda. Burun Urumchi nahiyalik 3-o'tir maktab, hozir Urumchi shaharlik 67-ci o'tir maktab deb atiladigan maktabning bir tarix o'qituvchisi 2 hafta burun tutib ketilgan. O'tir maktablarning tarix va til adabiyot o'qituvchilari asosiy jihatdan lagerlarga elib ketilgan. Qo'yib berilganlari bor bo'lsa-mu, soni intayin oz ekan. 29 noyabr Uyg'ur axborot markaziga vatandan kelgan uchurga asoslanganda atalmış Uyg'ur Abdum rayonlik xalq hökumətiga qarashli organlardan Qashqar qatorliq rayonlardagi yezlarga tushirilgan hökumət xodimlari Uyg'urlarning echinishli ahvoliga chidamay qolgan. Ba'zi yezlarda yashangan bo'voy mo'maylar 5-6 navrlari bilan qolgan bo'lib, navrlarning holidan xabar elishdagi qiyinchiliklarni tasvirlash mumkin emas ekan. Ba'zi oilalar hukumat tarafdan nuqtaliq nazorat qilinadigan, belgi silingan oila bo'lib, undaq oilalarga odatdagi odamlarla emas, tövanga yordamga tushgan kadrlarmu yaqinlashib qolishdan ehtiyot qildi ekan. Bundaq oiladagi birarsi bilan tasodifiy aloqalashib qolgan odamlar darhol tekshirildi ekan. Nurg'un yezlarda 25 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan erlar asosan qanmagan. Rahima Mahmud xonimning Uyg'urlarning sadosini aks ettirgan maqolasi Mustaqillik gazetida e'lon qilindi. 1 dekabr Angliyada yashayotgan Uyg'ur aktivist Rahima Mahmud xonimning Trump kelsa erkin dunyoda kim bizning tarafimizni oldi nomli maqolasi Angliyada chiqadigan dunyoviy ta'sirga ega Mustaqillik gazetida e'lon qilindi. Rahima Mahmud xonimning maqolasi nihoyat jonliq yozilgan bo'lib, chet elda yashayotgan Uyg'urlarning yurak so'zi aks etgan. Bu maqolada demokratik dunyoning Uyg'ur fojiasiga nisbatan 5ni ichiga tiqib turib olganligi, faqat Trump hukumatining Xitoyga zarb berishda bir qator amaliy qadamlarni bosganligi, bu holning Uyg'urlarga umid bag'ishlaganligi qatorliqlar bayon qilingan. Bu xildagi muhim matbuotlarda Uyg'urlarning maqola asarlarining e'lon qilinishi zo'r ahamiyatga ega. Dünya Sağlamlık Mülazimati Təşkilatıga iyana qilingan maskalar Uyg'urlarning majburiy əmgiga bağlandı. BBC to'rining 2 dekabrdagi xabariga asoslanganda, Angliyaning 100 yildan ortiq tarixi ega Kundalik pochta gazeti Dünya Sağlamlık Mülazimati Təşkilatıga iyana qilgan 100 ming maskaning Uyg'urlarning majburiy əmgi orqali vujudga kelganligi ilgari surilgan. BBC to'rining bu haqdagi xabarda bildirilishicha, bu maskalar Kundalik pochta gazeti tarafidan Medwell Sayya buyumlari shirkatidan sotib olingan bo'lib, bu shirkat ishlab chiqarish sexida Uyg'ur musulmonlarini ishlatgan deb ayblangan ekan. Kundalik pochta gazeti o'zlarining bu maskalarni sotib olganda, mazkur shirkat haqida yuqorqidagi gumonning texi o'tirg'i chiqmaganligini aytib, o'zini aqlagan. Yaponiya Xitoyning Uyg'urlarni bostirishga qarshi ovoz chiqarmoqda. 2 dekabr Dunyo tinchlik tashkiloti organ to'rbetida Yaponiya Xitoyning Uyg'ur musulmonlarini bostirishga qarshi turmoqda nomli maqola e'lon qildi. Maqolada deyilishicha, Yaponiya Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga zulm selishiga qarshi ovoz chiqarayotgan davlatning biri bo'lishi sifati bilan navbatda Yaponiya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilishiga qarshi tadbir qo'llanadigan qonun ma'qullash bosqichida ekan. Mo'ljallanishcha, bu haqdagi qonun ma'qullangan taqdirda Yaponiya hukumatı Xitoyga qarshi ba'zi iqtisodiy jazolarni qo'llanishi mumkin ekan.
Xitoy Amerikani Sharqiy Turkistonda majburiy emgak siyosati mavjud deb safsata o'ydirib chiqarish bilan aybladi. Reuters agentligining 3-dekabrdagi xabarda bildirilishicha, Amerika Xitoyning Sharqiy Turkistondagi mustamlikachi kuchi hisoblangan atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish buyumlarini ishlab chiqargan paxta mahsulotlarini import qilishni cheklash siyosatini yo'lga qo'ygandan keyin Xitoy Amerikani Xinjiangda majburiy emgak siyosati mavjud deb safsata o'ydirib chiqarish bilan aybladi. Reuters agentligining bu haqdagi yana bir xabarda deyilishicha, Trump hukumati ishlab chiqarish qurilish buyumlarining qamoqdagi Uyg'urlarni majburiy emgak sog'anligini oshkorlagan va bu sababli u ishlab chiqargan molni import qilishni cheklagan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying Amerikani bozor prinsiplarining o'rnini qo'llab, kishilarning xizmatiga chang soldi deb so'kdi. Prezident Trumpning qayta saylom elib berish uchun jiddiy holat farmoni chiqarishi tashabbus qilindi. Ohio shtatlik Choy partiyasi, ya'ni Tea Party'ning lideri Washington Post gazetida to'liq batlik chaqiriq e'lon qilib, Donald Trumpni asos qonuni vaqtliq to'xtatib, jiddiy holat farmoni e'lon qilib, 2020-yillik prezidentlik saylovini qayta o'tkazishga chaqirdi. Yuqorqi ikki gazetga mazkur chaqiriqni chiqaruvchi shaxs Ohio shtati Portage Naylik Choy partiyasining ijroiya direktori Tom Zawistowski bo'lib, Zawistowski chaqiriqida Joe Biden rasmiylar navbatlik Amerika prezidenti bo'lib saylangan chaqda Prezident Trump Amerika armiyasiga buyruq berib, qog'oz bilet orqali elib berilgan yangi saylamga nazoratchilik qilish kerakligini o'tirib qo'ydi. Zawistowski saylamdagi aldamchiliklarni Trumpning bevosita holda og'zaki pash qilib kelganligini bildirdi. Trumpning saylam atriti Bidenning Trumpdan ozroq ustunlik bilan g'alaba qilgan shtatlardagi saylam ahvolidan gumonlanib, onlarca arznamadan sungan bo'lsa-mu, biroq bu shikoyatnomalarning ko'pinchisi amaldan qoldirildi yoki qaytarib o'tildi. Chaqiriqda agar saylamda adolat ishga oshirilmasa, pat arda o'tirib chiqishi mumkin bo'lgan ichki urush tahdidi bizni andishaga soladi. Chaqiriqda yana navbada Trump jiddiy holat farmoni chiqarmasa, biz ishlarni o'z qo'limiz bilan hal qilib, o'z huquqimizni o'zimiz qo'g'dashdan boshqa tanlashimiz qolmaydi degan jumlalar o'rin oldi. Chaqiriqni e'lon qilgan Zawistowski Ohio shtatidagi eng tanilgan Choy partiyasi lideri hisoblanadi. Ohio shtatining bosh tartibchisi Dave Yost Twitter yo'llanmasi orqali mazkur chaqiriqni ziyoda mas'uliyatsizlik bilan qilingan, hech qanday qonun asosi bo'lmagan chaqiriq deb ayblagan. Zawistowski yana mundaq degan: biz o'z andishlarimizni prezident Trumpga, qonun chiqaruvchilarga, sotlarga, davlat majlisiga bildirmoqchi bo'ldik. Biz o'zimizga vakillik qildiganlarni sotchi, advokat, shtat boshlig'i, davlat ministri qilib saylashdan iborat qonun huquqimizdan, shundaqla o'zimizning prezidentini saylash huquqidan hargiz voz kechmaymiz. Ammo bizning bu huquqimiz chiriklashgan demokratlarning davlat miqyosida bizning biletlarimizni o'g'irlab, saylam aldamchiligi qilish sababli ziyonkashlik uchrab keldi. Biz buni qarab turmaymiz. Biz xalqmiz, ya'ni We the People majlisining to'g'ri betida bu vaqtda bayonot e'lon qilingan bo'lib, bayonotning qisqacha mazmuni bunday. Tarixda Prezident Abraham Lincoln Amerika ichki urushidan davlatni saqlab qolish uchun mislsiz tirishchiliklarni ko'rsatgan. Amerika ichki urushi mezgilida nurg'ulg'an kishilar Lincolnning prezidentlik huquqini normadan oshirib ishlatganligini tanqidlaganda, Lincoln buning javoban 1863-yili 6-oyning 12-kuni New York vaqti gazetida maqola e'lon qilib, davlat duch kelgan xatarlik vaziyat tufaylidan ba'zi darajadan tashqari ijroatlarni yurgizayotganligini bayon qilgan va o'z qilmishining to'g'riligida chiqib turgan edi. Amerika tarixidagi eng ulug' shaxslardan biri deb qaralgan prezident Lincoln ayni vaqtda davlatni saqlab qolish, bo'linishning va boshqa krizlarning oldini olish uchun bir turkum alohida ijroatlarni yurgizgan. Masalan, o'ziga qarshi tashviqot elib borgan yuzlagan gazetlarni taqab, u gazetlarning egalarini, muharrirlarini qo'lga olgan. Ohio shtatlik majlis a'zosi Clement Vallandamni o'ziga qarshi so'zlaganligi uchun uning qo'lga ilinishiga farmon tushirgan. Amerikaning tunji navbatlik bosh sotchisi Roger Taney o'z siyosatlariga qarshi hukm chiqarganligi uchun uning qo'lga ilinishini buyurgan. Lincoln Janub ittifoqi moyil deb qaralgan minglarcha kishini qo'lga ilishga buyurgan bo'lib, ularning orasida davlat majlisi a'zolari bor edi. Janub ittifoqi moyil bo'lish sabab qo'lga ilingan minglarcha kishilarning orasida
hech bir savol so'roqsiz holda yillarcha turmada yotganlar bo'lgan. Navbatda hech kimmi prezident Linkolnning bunday qilishidagi tub sababning davlatni saqlab qolish uchun bo'lganligini inkor qila olmaydi. Hatto sobiq prezident Barack Obama Linkolnni Amerikadagi eng ulug' prezident deb atagan. Biroq prezident Linkoln ayni chog'da yuqoridagi ijroatlarni yurgizganda nurg'unlagan kishi undan norozi bo'lgan. Kunimizda xalqarodagi va davlatimizdagi kommunizm solchilarning Amerikaga elib kelayotgan tahdidi Linkoln davridagi va boshqa davrlardagi har qanday tahdiddan ustun turdi. Cumhuriyetlarga vakillik qiladigan biz xalqimiz majlisi o'z chaqirig'ida yana bunday bildirdi. Amerika xalqining eng oz bo'lgan 20 eli ishlatilgan bu saylamning natijasini e'tirof qilmaydi. Adil saylam vujudga chiqmagan taqdirda biz Amerikada ichki urush chiqishidan andisha qilamiz. Navbatda Amerikada qurol sotib olish xohishi tarixdagi eng yuqori saviyaga chiqdi. Bu ortishning 40%ni yangidan qurol sotib oluvchilar tashkil qiladi. Qaramoqqa ular bu orqali o'zini, mol-mulkini va huquqini qo'g'dirmoqchi bo'lgandek turadi. Prezident apandi, bu vajidan birligimizni saqlab qolishni qo'llangudak tinch yo'l qilmay qilishdan avval harakatga o'tishingizni umid qilamiz. Prezident apandi, davlatimizni qo'g'dab qilishingiz uchun Linkoln ishlatgan choralarni baturlarcha ishlatishingizning payti yetib keldi. Biz xalqimiz majlisimiz davlat miqyosida qaytadan saylam elib berishni qo'llaymiz. Agar siz bizni qo'g'dash uchun harakat qo'llanmasangiz, bizning o'zimiz qo'g'dashdan boshqa tanlashimiz qolmaydi. Halbuki Amerikadagi g'ol taratqular Baydenning g'alabasini muqimlashtirib qo'ygan bo'lib, Bayden prezident bo'lsa, Xitoy bilan Amerika munosabatida qanday o'zgarish bo'ladi, Uyg'urlar qanday ta'sir bo'ladi degan masalalar tabiiyla Uyg'urlar va Uyg'ur masalasi qiziquvchilarning ko'ngil bo'ladigan temasi bo'lib qoladi. Amerikadagi bir qism kuzatuvchilarning fikriga qaraganda, Bayden prezident bo'lib qolgan taqdirdami, Amerika bilan Xitoyning munosabatida bak cho'ng o'zgarish bo'lib ketmaydiganligi so'zlanmoqda. Amerika huquq uch tarafga bo'lingan davlat bo'lib, hamma huquq prezidentga markazlashgan emas. Parlament qonun chiqaruvchi, sud hukm chiqaruvchi, prezident ijro qiluvchi organ hisoblanadi. Trump hokimiyat yurgizgan 4 yil ichida Xitoyga haqiqatan qattiq qo'l siyosat yurgizdi. Hammamiz bilgandek, Amerika garchi dunyodagi eng qudratli davlat bo'lsa-mu, biroq Xitoy 30 yil ilgarigi Xitoy emas. Savdo va yuqori fan texnika jihatda Amerika hammani monopol qila olishi mumkin emas. Shu sababdan Xitoyga kuchli zarba berishda Amerika ittifoqdosh davlatlarning qo'llashiga erishmay o'z yolg'iz Xitoy hukumatiga haqiqiy bisim tushirilishi tas. Agar Bayden prezident bo'lsa, Xitoyga Trumpda qattiq siyosat yurgizmagan taqdirdami, Amerikaning ittifoqdosh davlatlar bilan bo'lgan munosabatini yaxshilab, Xitoyga o'rtaq qarshi turishi va Xitoyga texnik cho'ng bisim keltirishi mumkin. Chunki Xitoy Obama vaqtidagi Xitoy emas. Amerikaliklarning Xitoy tahdidiga bo'lgan tonishida Obama vaqtidagidan ko'p o'zgarish bo'ldi. Bo'libmi, Xitoyning bir yo'l, bir balbaq siyosati va bu vabo tufaylidan Amerikaliklar Xitoy tahdidini yaxshi tanib. Shu sababdan Bayden Obama davridagi Xitoy siyosatini qayta yurgizishi mumkin emas. Yig'inchoqlab aytganda, Bayden Xitoyga Trumpdan farqli siyosat yurgizishi mumkin. Lekin bu siyosat Xitoyga texnik kuchli bisim paydo qilishi mumkin. Agar Bayden rasmiy prezident bo'lib saylansa, Uyg'urlar qanday ta'sir ko'rsatadi degan masalaga kelsak, ko'pincha Uyg'urlar bu 4 yil jarayonida Uyg'ur davosining Amerikada yuqori pallaga chiqishini asosan Trump hukumati sababidan deb bilganligi uchun Bayden saylansa, bu xil ahvolning o'zgarishidan andisha qiladi. Amaliyotda Uyg'ur masalasining Amerikada bu qadar yuqori pallaga ko'tarilishi yolg'iz Trump hukumatining Uyg'urlarga qaratgan kuchli qo'llashidan bo'lib qolmasdan, balki eng muhimi vatandagi vaziyatning tarixda ko'rilmagan darajada yig'irilishi va millionlagan Uyg'urlarning lagerga solinishi bilan munosabatlik. Vatandagi vaziyatning Amerikada keng ko'lamda anglitilishi va ikki partiyadan tashkil topgan parlament a'zolarining mutlaq ko'p qismining Uyg'urlarni kuchli qo'llashi Amerikaning Uyg'ur siyosatida nihoyat muhim salmoqni egallaydi. Bu nuqtalarni aytganda, agar Bayden rasmiy saylansa, Amerikaning Uyg'ur siyosatida alohida cho'ng chekinish bo'lishi mumkin.